Xo'p, obunachilar, sizlar bilan men Mekos. Bugungi videoda biz ko'rib turganingizdek, menda yarimta jon bor. Shuning uchun biz daraja oshgan sari yurak ko'payadi videosini olamiz. O'ylaymanki, bu video sizga yoqishi mumkin va aniq ham deb o'ylayman. Qani bo'lmasam unda ketdik. Va men qorli zonada tug'ilganim uchun dahshatli darajadagi qotishdan so'ng daraxt chopdim. La 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 lava, chicken. Steve's lava chicken, yes. Daraxt chopib bo'lgach va men yo'lga chiqdim. Qorli zona bo'lgani uchun men avval kuchayib olishni afzalroq ko'rdim. Bugun biroz kasal edim, ovozim shuning uchun g'alatiroq chiqishi mumkin. Bu uchun avvaldan uzr so'rayman. Keyin men versagimni sindirdim-da yo'lga chiqayotgan edim. Men salomlashayotganimizda esingizda bo'lsa, ana bu yerda temir ko'rgandim va qorga tiqilib bo'lsa-da, ana shu temirga yo'lga tushdim. Va men mana bu yerda qor qaziyotganimda ko'mir topib oldim va men tosh kavlab bo'lsa-da u ko'mirni olmoqchi bo'ldim. Ketdik. La 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 lava, chicken. Va o'zimga kerakli narsa yasab olishni verstakni qo'ydim va bittada kirka yasadim. Uni temir uchun asrab qo'yib, ko'mirni yog'och kirkamizda kavladim. Va men ko'mirni kavlayotganimda oz qolgandi yuragimiz ko'payishiga. Yo'q, yana tushmadi. Endi esa yo'q, yana ozgina qoldi-da. Va ko'rib turganingizdek bizning yuragimiz ko'paydi, bittaga bo'lsa ham. Va yangi darajaga o'tganimizda bizga yana yurak qo'shiladi, bitta qo'shilib ketaveradi. Men qo'rqayotgan payt faqat tun bo'ladi. Tunda juda ham ko'p mahluqlar chiqadi va bizni o'ldirib ketishlari ham mumkin. Keyin men mana shunday qilib ko'mirlarni kavlab oldim va yo'lga otlanish uchun jonimizni yana bittaga ko'paytirib olmoqchi bo'ldim. Va bu ish amalga oshadimi? Albatta. Ko'rib turganingizdek yana yuragimiz bittaga ko'paydi, ikkita yurak bo'ldi, chunki biz ikkinchi darajadamiz. Biroz adashyapman, uzr. Va men ana u boshda ko'rgan temirimiz tomon yo'lga tushdim. Yo'limizdagi mana bu xavfli qorlarni kavlab olib, ana shu temirni kavlab olmoqchi bo'ldim. Qarasam mana bu qorlar shunchaki qattiq qor ekan. Men uni suyuq qor deb o'ylabman. Va yo'lga chiqqanimda yana bitta suyuq qor chiqdi. Keyin men mana bu toshlarni o'zimga yo'l qilib, u temirni kavlamoqchi bo'ldim. U yerda juda ham temir ko'p va hamma narsamni yasab olaman deb o'ylagandim. Lekin afsuski, shunchaki 4 donagina chiqdi. Bundan xafa bo'lgan men yana yo'lga chiqdim. Qarasam mana bu tomonda oddiy qorsiz zonalar bor ekan va men o'sha yoqqa yo'lga tushdim. Keyin men yo'lda ketayotganimda tovuqni ko'rdim, lekin uni nega o'ldirmadim? Chunki men juda ham vahshiy emasman. Va tovuqqa qalaysan deb qo'yib, o'zimiz qorsiz zonalar tomon yo'lga tushdik. Mana bu yerdan jonimizni asrash maqsadida sekin-sekin tushib ketayotgandim. Sababi bu yer juda ham katta tog'da spawn bo'libman. Mana bu yerdan kavlab tushib ketish ham bo'ldi, lekin yo'q dedim. Tushib yarimta jonimizni yo'qotib bo'lsa-da, mana bu yerda yana ko'mir topib oldim. Va u ko'mirni kavlab olmoqchi bo'ldim. Ko'p deb o'yladim va u afsuski ortida berkinib olganlari bilan bo'lsa ham
3 dona ekan. Va men bundan yanada xafa bo'lib yo'lga tushdim. Va men yo'lda mana bu itni uchratib qoldim. Uni boqib olmoqchi edim, lekin suvagim yo'q edi. Xafa bo'lib bundan 3 karra xafa bo'lib yo'lda ketayotgan edim. Va yo'limdan cho'chqa chiqdi. Unga qalaysan deb qo'yib o'zim yo'lda ketaverdim. Va men o'zim uchun uy qurish maqsadida daraxt kavlash uchun men o'zimga toshli bolta yasab oldim. Avvalo menda cho'p yo'q ekan, cho'p yasadim va bolta yasab oldim. Menga kerak bo'ladi deb o'yladim. Bolta va pechkani ham unutmadim. Pechkada biz boya kavlagan 4 donagina temir bor edi. Temirni eritmoqchi bo'layotganimda mana bu yerda bizda kitob borligi esimga tushib ketdi. Va uni o'qimoqchi bo'ldim. Hello, mod kerak emas. Irg'itib yuboramiz. Bizga kerak emas kitob. Inglizcha ekan, o'zbekcha bo'lganda o'qirdim. Va qorong'i tushayotgani uchun men o'zim uchun qurgan joyni, ya'ni pechka va verstakni pastga ko'chirmoqchi bo'ldim. Maxluqlardan uzoqqa. Va men pastga qarab kavladim, lekin juda ham loy ko'p ekan. Va toshga yetganimdan keyin meni kirkam sinib qoldi. Menda esa zaxirada ikkinchi, ya'ni tosh kirkam bor edi. Men o'zim uchun hamma narsamni sig'dirish uchun bu yerni kavladim. Juda ham ko'p kavladim. Va mana bu yerda ko'mir ko'rib qoldim. Buni ham kavlab olmoqchi bo'ldim. Ya'ni yuragimizni ko'paytirish uchun. Keyin esa mana bu pechkamizni va ichiga ko'mir va temirni qo'yib, temirni eritmoqchi bo'ldim. Uni uzoq kutdim va ancha vaqt o'tgandan so'ng men unga yana qaytib kirsam, faqat bitta temir eribdi. Deb bundan 4 barobar xafa bo'lib, verstakni qo'yib, o'zimga kerakli narsalarni yasab olmoqchi bo'ldim. Ya'ni tosh qilich. Keyin verstakimni olib qo'yaverdim. Baribir endi u kerak emas edi. Va qarasam 3 ta temirimiz eribdi. Verstakni qo'lga oldim-da, verstakka kirib avvalo cho'p yasab, keyin o'zimga qalqon va temirdan qilich yasab oldim. Ajoyib kuchayish-a, to'g'rimi? Hamma Minecrafterlar 3 ta temiri bo'lsa kirk yasaydi, almos kavlash uchun. Menimcha men u darajaga hali beri yetmasam kerak. Ungacha qancha temir kavlayman, Xudo biladi. Va uni olib qo'yib qarasam, ko'mirlarimiz ham meni kavla deb turibdi. Shuning uchun 3 ta yurak bo'ldi, ko'rib turganingizdek. Va mana bu yerda berkinib olgan 2 tasini ham kavlab oldim. Qarasam menda yana bittasi bor ekan. Va tashqariga qarasam, hali tun ekan. Men hali beri tun o'tmaydi dedim-da, bu yerga loy bilan bekitib, bu yerda ferma qurib qo'ydim. Agar mabodo meni o'zlari zerikkan maxluqlar meni qidirib kelgan bo'lsa, mana shu yerga tushadi-da, men ularni o'ldirib resurs yig'aman deb o'yladim, lekin tushimni suvga aytibman. Va bu yer qorong'i bo'lgani uchun o'zimga 4 dona bo'lsa ham mash'ala yasab oldim. Va chetda ko'rib turganingizdek yomg'ir boshlagan edi. Va men yomg'irni qaradim. Yomg'irmi deb o'yladim. Lekin qarasam, haqiqatan ham yomg'ir ekan. Va chiqib ketaman deb ancha urindim, lekin chiqa olmadim. Va men u yerni yana loy bilan yopib qo'yib, o'zim yaxshisi men bu yerda tong otishini kutaman deb o'yladim. Lekin bu orada ancha vaqt o'tdi.
A few moments later. Oradan shuncha vaqt o'tgach, tong otmaganini ko'rgan men Emotional, damn it!